Assalomu alaykum, men uchun qadrli va mehrli bo'lgan obunachilarim. Mana bugun biz sizlarga katta yangilik qilamiz. Sababi direktdan kelgan ko'p xabarlar so'rashdi, shu xonadonni tikib bitqizdingizmi deb. Bugun men sizlarga obzorini qilib beraman. Qani ketdik. Uyga kirganingizda shunaqa chiroyli katta hol. Bu holga biz shunaqa naturalniy materiallarimizdan foydalangan holda shunaqa makaronchiklardan chiroyli fasonlarimizni tikib berdik. Tulimizni ham shu fasonga moslagan holda tegini mana to'rlik o'ziga shunaqa chiroyli kalsoda tikib topshirdik. Holimizda shunaqa bitta katta oyna va ikkita chiroyli kichkina hozirgi ustalarimiz shunaqa fasonda qilib berishdi. Ko'proq uylarda shunaqa fason, shu fasonga ham bitta holda bo'lgani uchun xuddi shu fasonda kichkinasini qilib tikib berdik. Holdan to'g'riga kirib kelganda onaxonni xonalari, bu onaxonni xonalariga ham shunaqa tullardan foydalandik. Mana etagida shunaqa o'zini vishibkalari bor. Turkiya tullarimizdan foydalandik. Materiallarimiz yana shanelka material. Rangini qaranglar, shunaqa sochni shunaqa chiroyli, tepasida esa yengil o'sha o'zimiz bilgan tugmachali fason qildik. Bu tugmachali fasonimizni qilganimiz sababi divanning boshlari ham shunaqa tugmachalik bir-biriga mos tushishi uchun shunaqa chiroyli fasonlarni qilib topshirdik. Holimizni ro'parasida birinchi etajda zali. Bu zalimizga ham shunaqa chiroyli fasonlarda tikib ko'ringlar bizlaring. Zalimiz uchun tikib bitqizgan fasonimiz shu. Shunaqa chiroyli skladkalarini qaranglar, shunaqa chiroyli matosidan foydalandik. Uzorlarini ham komplekt o'ziga moslab tikib bitqizdik. Mana makaronchiklarga shunaqa turlik bahramalardan foydalandik. Ikkinchi etajimizda shunaqa chiroyli misralar qilingan ekan. Mana hozir ikkinchi etajimizda zal bor. Zalimizni imkon qadar shu remontlariga moslab, ranglarini tanlab, mana ochinkali remont qilingan ekan. Biz ham pardamizni shunga moslab shunaqa svet qildik va galstuklik fasonda shunaqa chiroyli turetskiy bobonlarni osib ularga topshirdik. Tullarimiz ham neobычный, chiqatiga uloq tushmagan. Mana ichida archa qandaydir o'zini bir alohida ajrab turish uchun to'qilgan tuldan foydalandik. Mana bo'ylari ham shunaqa chiroyli chiqib berdi. Bu ikkinchi etajda zali. Zaldan chiqishimiz bilan bu yoqda to'g'rida kattalarning spalnisi, yotoqxonasi. Hozir buni ham sizlarga obzor qilib beraman. Ushbu xonamiz esa kattalarning yotoqxonasi bo'lib, bu yotoqxonaga biz shunaqa однотонный chiroyli tullardan foydalanib, ichida o'sha zashitalar bilan chiroyli qilib tikdik. Bu portierasini esa shanelka matosidan foydalandik. Qanaqa qaranglar chiroyligini. Shunaqa chiroyli sochli svetlardan foydalanib, shu yotoqxonalarga tikib topshirdik. Tepasini esa amerikanskiy korsajga tikdik. O'zlaring ko'rib mana baho berasizlar. Shunaqa chiroyli bogati fason chiqdi. Belboqchalik qilib, belboqchalarni ham o'zimiz tikib, chiroyli qilib topshirdik. Ikkinchi etajimizda yana ikkita o'g'lonning xonalari bor. Hozir ularni ham sizlarga obzor qilib beraman. Bu xonamizga biz razabella matosidan foydalangan holda oq va qorasidan ishlatdik.
Qaranglar, qanaqa chiroyli, shkarni chiqib, skladkalari dona-dona chiqib bergan. Bo'ylarimiz ham shundoq tushib bergan. Tulimiz esa shunaqa однотонный tullardan tikib, high-tech uslubda tikib topshirdik. Qo'lni chap tarafida shunaqa chiroyli kuxnyamiz joylashgan. Kuxnyamizga shunaqa chiroyli okean tullarimizdan foydalandik. Okean tullarimizni shunaqa chiroyli turadi, mana grammaji og'ir, yuvganda ham hech narsa bo'lmaydi. Skladkalari undoq qilsangiz ham buzilib ketmaydigan shunaqa chiroyli okean tullarimizni ikki xilidan foydalanib tikib topshirdik.